Mana shu oyna faqat Gollivudda, balki o'zbek kinolarida ham juda ko'p yangiliklarga boy bo'ldi. Uztahlil jamoasi esa sizlar bilishingiz kerak bo'ladigan hamma yangiliklarni bitta joyga to'plab, bugun sizlarga taqdim qiladi. Hammaga salom. Men Nur Muhammad va bugun sizlar bilan O'rgimchak odam yangi kun filmining ikkinchi treyleri, Dacha filmi haqida muxlislarning fikri, Minecraft 2, Superman 2 hamda Kristofer Nolanning Odisseya filmi va shunga o'xshash Gollivud hamda O'zbekistonda suratga olinayotgan filmlar haqidagi eng so'nggi yangiliklarni bilib olasiz. Kristofer Nolan bu yozda juda katta tavakkalga qo'l uryapti va uni navbatdagi film rasman R reytingini oldi. Hammamiz bilamizki, Nolan hozirda Odisseya nomli qadimgi Yunon dostonini ekranlashtirish bilan band. Yaqindagina ushbu film Motion Picture Association tomonidan R reytingiga loyiq deb topildi. R reytingi o'zi nima? Juda ham qisqartirib tushuntiradigan bo'lsam, bu 18 yoshdan katta bo'lgan odamlar uchun mo'ljallangan film. Lekin hozir Gollivud uchun bu juda noodatiy holat. Chunki yozda premyera qilinadigan ko'plab blockbusterlar imkon qadar auditoriyani jalb qilish uchun odatda PG-13 reytingini olishga harakat qilardi. Taxminan 250 million dollar ishlatilgan bu film IMAX uchun tajriba sifatida yaratilyapti. Chunki ushbu film to'liqligicha IMAX kameralarida suratga olinib, shu yilning 17-iyul sanasida kinoteatrlarda premyera qilinadi. Bunaqa katta byudjet bilan ushbu film tarixdagi eng qimmat R reytingli filmga aylanishi mumkin. Bundan oldin Gladiator 2 filmi 210 million dollar bilan birinchi pog'onani egallab kelayotgan edi. Universal Pictures 2023-yilda chiqarilgan R reytingli Oppenheimer filmi omadli chiqib, qariyb 1 milliard dollar daromad yig'gani uchun ushbu loyihaga ham katta ishonch bildirgan. Lekin baribir internetda ba'zi odamlar ushbu film haqida juda yomon fikrda. O'zi hali chiqmagan film atrofida nimaga bunaqa ko'p heytlar bo'lyapti? Bunga sabab Nolan tanlagan aktyorlar tarkibi. Masalan, qora tanli Lupita Nyong'o Troyali oppo Yelena rolini ijro etyapti. Endi film chiqishidan oldin bo'layotgan tanqidlarga Nolanni hurmati uchun hozircha ko'z yumib turamiz. Chunki hali film qanaqa chiqishi aniq emas. Balki biz Nolandan yana bitta masterpiece ko'rarmiz. Dacha filmi rostdan ham Netflix uchun loyiqmidi? Ushbu videoda Dacha filmi haqida o'zimni fikrlarimni aytib o'tmasam, keyinchalik bunga imkon topilmaydi. Film premyera qilinishidan oldin u haqida o'zbek internetida juda katta shov-shuv ko'tarildi. O'zbek film ushbu loyihani kinoteatrlarda namoyish qilishga ruxsat bermadi. Shundan keyin rejissyor bu qarorni keskin tanqid qilib, filmni Netflixda chiqarishga harakat qilishini aytdi. Lekin oxir-oqibat bizaga qorong'u bo'lgan sabablarga ko'ra film o'z-o'zini ITV platformasida premyera qilindi. Bilmayman, ijodkorlar atilabdan film atrofida shunaqa PR yurish qilishdimi yoki bu tasodifmi? Bo'lgan voqealarning hammasi filmga bo'lgan qiziqishni bir necha baravarga oshirib. Tabiiyki, shuncha maqtalgan va muhokama qilingan filmni odamlar juda katta kutuv bilan tomosha qilishdi. Menimcha aynan mana katta umidlar sababidan ko'pchilik filmni kutilgan darajada emasligini aytib o'tdi. Meni fikrimcha esa Dacha filmi yomon chiqmagan. Unda yaxshi ishlangan jihatlar ham ko'p. Masalan, aktyorlar tanlashda Sunnat Namozov juda zo'r ish qilganlar. Ular hali tanilishga ulgurmagan aktyor-aktrisalarga ishonch bildirganlari shaxsan menga yoqdi. Lekin meni nazarimda filmning eng katta muammosi bu ssenariysi. Bosh qahramon nega bunchalik shafqatsiz psixopatga aylangani yetarlicha ochib berilmagan. Natijada uni qilayotgan ishlari tomoshabinga ishonarli tuyulmaydi. Ba'zi qotilliklarning sababi juda oddiydek ko'rinadi va real hayot nuqtai nazaridan qaraganda qahramonni bu o'zgarishi sun'iy taassurot uyg'otadi. Men e'tibor bergan yana bitta narsa, film davomida 2019-yilda chiqarilgan Joker filmiga ishoralarni ko'ramiz. Menimcha, bu bilan rejissyor bosh qahramon xuddi Arturdek holatdaligini aytmoqchi bo'lgan. Lekin Joker filmida Artur Fleck qanaqa qilib bunaqa psixopat qotilga aylangani bosqichma-bosqich ko'rsatilgan. Tomoshabinlar nimaga Artur bunaqa odamga aylanganini juda yaxshi tushunishgan va ba'zilar uni qanchalik yomon ishlar qilganiga qaramasdan unga bo'lgan simpatiyasi borligini aytishadi. Dacha filmida esa bosh qahramon birdaniga bunaqa keskin o'zgarib ketgani yetarlicha asoslanmagani uchun tomoshabinlar personaj bilan emotsional bog'lana olmaydi. Menimcha, rejissyor aynan shunaqa jihatlar ustida ko'proq ishlaganda film kutilganidan ancha kuchliroq chiqardi. Yana bitta film davomida meni asabimni buzgan narsa bu lip sync, ya'ni dublyaj ovoz bilan aktyorlarning lab harakatlari bir-biriga umuman mos tushmagani bo'ldi. Да нет, все нормально. No, nimaga? Qanday qilib? Axir shoh. Demak, uni sen o'ldiribsan-de.
Umuman olganda, aytib o'tganimdek film yomon chiqmagan. Bitta o'tirishda ko'rib qo'yadigan kino bo'lgan. Menga yoqqan narsalar bu yuqorida ta'kidlaganimdek aktyorlarning ijrosi, tanlangan musiqalar, filmdagi montajyorlar hamda grimyorlar ancha zo'r ishlashgan. Film sarflagan 310 ming AQSh dollarini oqladimi yo'qmi? Bu haqida hali rasmiy ma'lumot chiqmadi. Siz qanaqa fikrdasiz? Albatta izohlar fikringiz uchun ochiq. Dacha filmining atrofidagi shov-shuvlardan keyin bizani tez orada yana thriller drama janridagi yangi film kutib turibdi. Vayner Ozodbek Manapov, ya'ni Bek Vines, o'zini thriller drama janridagi Olma filmini tez kunda taqdim qilinishidan bizani xabardor qildi. Film haqida hozircha pichoq ilinadigan xabarlar deyarli yo'q. Filmning treyleri, chiqarilish sanasi, hatto rasmiy poster ham hali taqdim qilinmagan. Olmaning Instagram sahifasiga qaraydigan bo'lsak, film dublyaj qilish bosqichidaligini ko'rishimiz mumkin. Nima ham deymiz, boshlagan ishligiga omad tilab qolamiz. To'g'risi, o'zbek kinoga bo'lgan qiziqish yana ortayotganini ko'rish shaxsan meni xursand qilyapti. Hozir biz uchun eng muhim narsa bu sifatli filmlarni ishlab chiqaradigan barqaror bozorni shakllantirish. Bu uchun esa filmlar muntazam ravishda ishlab chiqarilib turishi kerak bo'ladi. To'g'ri, har doim ham hamma kinolar yaxshi chiqavermaydi. Ba'zilari zo'r chiqadi, ba'zilari bizni kutgan muvaffaqiyatga erishmaydi. Lekin tajriba bilan raqobat bo'lmagan joyda kino sanoati yo'lda tursin, umuman hech narsa rivojlanmaydi. Shunda kinolarni ko'paytirib tashlasak, O'zbekistonda kino sanoati rivojlanadimi? Afsuski yo'q. Agar biza qayoqdagi seriallar va real voqealarga asoslangan telenovellalardan uzoqlashib, to'liq metrajli yuqori sifatli kino olishni boshlasak va uni taniqli odamlar bilan yaxshi PR yordamida hype qildira olsak, vaqt o'tishi bilan tomoshabinlar yana kinoteatrlarga Marvel kinolari uchun emas, balki o'zimizning filmlarni ko'rish uchun qaytishadi. Yaxshi PR deganda har doim xayolimga Ozoda Nursaidovaning konserti oldidan uyushtirilgan o'sha mashhur voqea keladi. Hurmatli Ozodaxonim Nursaidova, meni qo'shig'imni konsertingizda aytyapsiz. Ben ne maaşlarını aytıyorsun? Sizlar aytishingiz mumkin, juda ko'p kinolar chiqarilgandan keyin ularning orasida yomon filmlar ham chiqadi-yu deb. Shunaqa filmlar chiqishini oldini olish uchun biza katta sahnaga chiqamiz. Agar biza, ya'ni tomoshabinlar filmlarni hech qanaqa haqoratlarsiz, to'g'ri tanqid qila olsak, albatta filmlarning sifati ham ancha oshadi. Eslatib o'taman, yuqorida aytgan gaplarim orqali men O'zbekistonda yaxshi filmlar suratga olinmayapti demoqchi emasman. Misol uchun, yaqinda premyera qilingan Fars filmi menga juda yoqdi. Lekin baribir tan olishimiz kerak, qo'shnimiz Qozog'iston kino sanoati bo'yicha bizadan ancha ilgarilab ketishdi. O'zbekistondagi kino sanoati haqida gapirsak, bu video juda cho'zilib ketadi va nasib qilsa shu oyda yoki kelayotgan iyul oyida Mustahlil keyingi pog'onaga ko'tariladi. Hamda nega o'zbek filmlari birdaniga rivojlanishdan to'xtab qolgani va qo'shnimiz Qozog'iston nega bizadan kino sanoatida ancha oshib ketgani sabablari haqida katta son tayyorlashni maqsad qilgan. O'sha videoni tayyorlash uchun bizaga sizlarning yordaminglar kerak bo'ladi. Ushbu video ostidagi link orqali o'zbek filmlarining pasayishi qaysi yildan boshlangan degan savolga o'zingizlarning fikringizni yozib qo'yishingizni so'rab qolardim. Bu bizani research, ya'ni tadqiqotimiz uchun juda muhim. Ujus, ya'ni qo'rqinchli va thriller filmlarni suratga olish faqat Markaziy Osiyoda trendga chiqmadi. Mana shu yili Gollivudda ham qo'rqinchli filmlar olamida katta shov-shuv ko'tarildi va bunga Backrooms, ya'ni yashirin xonalar filmini yig'gan kassasi sabab bo'ldi. Film o'zini atigi 10 million dollarlik byudjeti bilan AQShning o'zida 81,5 million dollar ishlab topdi va keyin muxlislarda filmning davomi chiqadimi degan savol paydo bo'ldi. Yaqindagina filmning ikkinchi qismi rasman suratga olinyapti degan xabarlar tarqalgan edi. Rejissyor Kane Person so'zlariga ko'ra, u A24 studiyasi bilan filmni davomini ishlash bo'yicha shartnomaga ega ekanligini aytib o'tgandi. U hatto Variety nashriga bergan intervyusida loyiha boshdanoq faqat bitta filmdan iborat emas, butun boshli seriya sifatida rejalashtirilganini aytgan edi. Va muxlislar orasida ikkinchi film suratga olinishi uchun yashil chiroqlar yongandek ko'ringandi. Lekin oradan ko'p o'tmasdan vaziyat chalkashib ketdi. Matt Bellonning The Town podkastida rejissyor ikkinchi qism olinishiga bog'liq xabarlarni rad etib, bu ma'lumot qayerdan chiqqanini bilmasligini aytdi. Bu esa Deadline nashrini filmni davomida qachon ishlab chiqarilyapti degan xabariga to'g'ridan-to'g'ri qarshi chiqdi. Filmda Chiwetel Ejiofor va Renate Reinsve bosh rollarni ijro etishgan. Loyiha Personning YouTube'da mashhurlikka erishgan Backrooms nomli web seriali asosida tuzilgan. Hozircha film dunyo bo'ylab 262 million dollardan ko'proq kassa yig'gan va bu raqamlar o'sishda davom etyapti. Shu sababli katta ehtimol bilan A24 studiyasi bunaqa ulkan franshizaga aylanishi mumkin bo'lgan loyihani
to'xtatib qo'ymasa kerak. Urush mashinasi 2 filmi suratga olinadi. Netflix rasman War Machine, ya'ni urush mashinasi filmini davomi chiqishini tasdiqladi. Filmni platformada ko'rsatgan natijalardan keyin davomi suratga olinishi deyarli aniq edi. 6-mart kuni premyera qilingan Urush mashinasi filmi qisqa vaqt ichida Netflixda 139 million marta ko'rildi va natijada ushbu film platforma tarixidagi eng mashhur 10 ta original film qatoridan joy oldi. Bunaqa natijadan keyin Netflixga o'xshagan kompaniyalar rejissyorlarni majburlab bo'lsa ham loyihani davom ettirishga harakat qiladi. Birinchi film rejissyori Patrick Hughes yana o'z o'rniga qaytadi. U endi nafaqat rejissyorlik, balki James Boford bilan birgalikda ssenariy ustida ham ishlaydi. Hughes o'zini loyiha haqida juda hayajonlanayotganini bekitmayapti. Uni aytishicha, davomi birinchi qismda ochiq qolib ketgan ko'plab savollarga javob beradi. Oldingi filmda g'ayritabiiy qotillik mashinasiga qarshi kurashgan serjant rolini ijro etgan Alan Ritchson ikkinchi filmda qaytishi kutilyapti. Lekin hozircha aktyorlar tarkibi bo'yicha rasmiy xabarlar yo'q. Hozirda bu loyiha ishlab chiqarishni eng dastlabki bosqichida turibdi va Netflix ham hali premyera sanasini ma'lum qilmagan. Urush mashinasini birinchi qism muvaffaqiyatini hisobga olsak, filmning ikkinchi qismi Netflix uchun eng ustuvor loyihalardan bittasi ekanligi aniq bo'ladi. Ko'pchilik mendan tahlil qilgan filmlarimni o'zbekchasini qatdan topish mumkinligi haqida so'rashadi. Chunki tan olish kerak, ba'zida o'zbekcha filmlarni topish juda qiyin. Lekin men hozir sizlarga tavsiya qiladigan Uplay.uz Telegram kanali orqali 27 mingdan ko'p bo'lgan yuqori sifatdagi film va seriallarni nafaqat o'zbek, balki rus tillarida ham tomosha qilishingiz mumkin. Kanalga qo'shilish esa juda oson. Video ostidagi link orqali Telegram botga o'tib, oylik yoki doimiy obunani sotib olishingizni o'zi kifoya. Hozirda obunalarning soni ancha arzonlashgan. Shuning uchun ko'p o'ylab o'tirmasdan link orqali botga o'tib, film va seriallarni yuqori sifatda va o'zbek tilida tomosha qilishlarini tavsiya qilaman. Uplay.uz bugungi videoga homiylik qilishayotgani uchun ularga katta rahmat. Va biz yangiliklarni davom ettiramiz. O'tgan asrni kriminal hayotiga qiziqadiganlar uchun yana bir ajoyib film suratga olinyapti. Filmning nomi Cockroach bo'lib, yaqindagina Deadline nashri filmdan eksklyuziv suratni ulashdi. Rasmda Chris Hemsworth va Taron Egertonni o'tgan davrga mos uzun palto va shlyapa kiyishganini ko'ramiz. Ularning orqasidagi mashina ham o'sha davrning klassik avtomobili hisoblanadi. Bu kadrdan biz filmni retro gangster uslubida bo'lishini bilib oldik. Ijodkorlar yaqindagina Avstraliyada suratga olish ishlarini tugatishdi. Chris Hemsworth esa o'zining ijtimoiy tarmog'ida suratga olish tugaganini nishonlab, loyiha haqida o'zining taassurotlarini aytib o'tdi. U bu filmda ishtirok etish faoliyati davomidagi eng maroqli tajribalardan bittasi bo'lganini aytib, ssenariyni aqldan ozdiradigan darajada deb maqtadi. To'g'risi, Cockroach filmini o'zbekchaga tarjima qila olmadim. Agar sizlarda qanaqadir variantlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishinglar mumkin. Cockroach filmi aynan shu nomli roman asosida ishlangan. Romanga keladigan bo'lsak, u New York jinoyat olamiga kirib kelgan sirli notanish shaxs haqida hikoya qiladi. O'sha notanish odam asta-sekin jinoyat dunyosini o'zgartirib, afsonaviy kriminal imperiya rahbariga aylanadi. Film rejissyori Matt Ross, ssenariyni esa Jonathan Amesga ishonib topshirishgan. U o'zini You Were Never Really Here, ya'ni hech qachon chinakamiga shu yerda bo'lmagansan filmini ssenariysi bilan tanilgan. Prodyuser Andrew Lazer ushbu loyihani mashhur Goodfellas, ya'ni Yaxshi oshnalar va Scarface, o'zbekchada Chandiq yuz filmlari darajasida chiqishini aytib o'tdi. Xullas, nega men bu filmni bugungi ro'yxatga qo'shdim? Chunki g'arbda bu filmni juda ko'p muxlislar intizorlik bilan kutishyapti va ishonamanki, bizning diyorda ham ushbu film Shelbylar oilasi serialdek ancha mashhurlikka erishadi. Thomas Shelby, Mafia. Cockroach filmning rasmiy premyera sanasi hali e'lon qilinmagan. Sana e'lon qilinishi bilan albatta birinchilardan bo'lib, Mustaqil Telegram kanalida xabar qilinadi. Ushbu videoda hamma uchun birdek qiziq bo'lishi kutilayotgan filmlar atrofidagi yangiliklarni yig'ganmiz. Ammo Telegram kanalda Gollywood, Bollywood va o'zbek filmlari atrofida tarqalayotgan hamma ma'lumotlarni sizlar bilan ulashishga harakat qilamiz. Eslatib o'taman, Telegram kanalimizda obunachilar soni ko'paygandan keyin u haqiqiy kino sevuvchilar jamiyatiga aylanadi. Kanalda har kuni har xil filmlar haqida gaplashamiz. Kino industriyasida qanaqa yangiliklar bo'layotganidan sizlarni xabardor qilamiz va eng muhimi, hamma o'zini fikrini bemalol yoza oladi. Telegram kanalimiz uchun havolani kommentariyada va videoni tagida qoldiraman. Rasman Minecraft filmining davomi suratga olinmoqda. Shu yilning may oyida bo'lib o'tgan Minecraft Live tadbiri davomida Jack Black va Jason Momoa muxlislar uchun ikkinchi filmning rasmiy nomini e'lon qilishdi. Minecraftning navbatdagi qismi rasman Kvadrat nomini oldi. Yana Matt Berry filmda yangi
qahramon paydo bo'lishiga shama qildi va hozir muxlislar orasida har xil taxmin qilishlar boshlanib ketgan. Ko'pchilik muxlislar o'sha sirli aktyor mashhur Minecraft afsonasi hisoblanadigan Herobrine obrazini ijro etayotgan bo'lishi mumkin deb o'ylashmoqda. Birinchi film premyera qilingandan keyin dunyo bo'ylab 957 million dollar kassa yig'gandan keyin film ijodkorlari ikkinchi qismini olishga ahd qilishgandi. Sizga Minecraftning birinchi qismi yoqqanmidi yoki yo'qmi? Javoblarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Filmni aktyorlar tarkibiga Kristen Dunst qo'shildi va u Alex obrazini gavdalantiradi. Shuningdek, Jack Black, Jason Momoa, Daniel Lee Brooks hamda Matt Berrylar ham o'z rollariga qaytishadi. Suratga olish ishlari hozirda Yangi Zelandiyada bo'lib o'tyapti. Filmning rejissyori esa o'sha birinchi qismda rejissyorlik qilgan Jared Hayes hisoblanadi. Minecraft Kvadrat filmi 2027-yil 23-iyulda dunyo yuzini ko'rishi rejalashtirilgan. Videoni shu joyga kelib kanalning rivojlanishi va bizani kontentlar yanada sifatliroq chiqishi uchun hozirroq videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolardim. Videolarning prosmotrlari yaxshi. Buning uchun sizlarga katta rahmat. Lekin agar siz ham 98% odamga o'xshab kanalga obuna bo'lmasdan va like bosmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, kanalning rivojlanishi ancha orqaga suriladi. Yana kommentariyada ham video haqidagi fikringizni yozinglar. Video yoqqan bo'lsa yoqqanini, yoqmagan bo'lsa qatta biza tomonidan xato qilindi. Shularni haqoratlasiz, to'g'ri tanqid qilib yozib ketinglar. Va yana bitta narsa, agar kanalni moddiy taraflama qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsanglar, tirikchilik orqali donat qilishinglar mumkin. Bundan biz bag'oyatda xursand bo'lamiz. O'rgimchak odam muxlislari uchun yaxshi xabar. Kechagina rasman O'rgimchak odam yangi kun filmini ikkinchi treyleri chiqarildi. Menimcha hammanglar Fabrizio Romanoni tanisanglar kerak. Tanimaganlar uchun aytadigan bo'lsam, u futbol olamidagi eng mashhur insayderlardan bittasi. Romano o'zini futbol ichida yurgan tanishlari yoki futbolchilarning agentlari orqali klub ichida nimalar bo'layotgani yoki qaysi futbolchi qaysi komandaga o'tayotgani haqidagi yangiliklarni hammadan oldin bizga yetkazadi va ko'pincha uni aytganlari haqiqat bo'lib chiqadi. Kino olami ham o'zini Romanosiga ega va bu Daniel Richmond. Richmond bundan bir necha hafta oldin O'rgimchak odam yangi kun filmini ikkinchi treyleri kecha, ya'ni 17-iyun kuni chiqarilishini o'zini X platformasida aytib o'tgan edi. Va o'sha paytda Sony va Marvel ham bu haqda rasmiy bayonot bermagan edi. Lekin ko'rib turganingizdek kechagina yangi treyler chiqarildi. Daniel Richmond kino haqidagi yangiliklarni oldindan aytishi va ular ko'pincha to'g'ri chiqishi bilan tanilgan. Va ko'rib turganingizdek, u yana bir marta bizning ishonchimizni oqladi. Treylerga qo'shib biletlar sotuvi ham start oldi va tez orada treyler tahlilini ham chiqaramiz. Ungacha Ustaxlil kanalida birinchi treyler uchun chiqarilgan ikkita videoni tomosha qilishingiz mumkin. Videolarning linkini kommentariyada qoldiraman. Filmning rejissyori Dustin Daniel Cretton, ssenariy muallifi Chris McKenna va Eric Zummers hisoblanishadi. Shuningdek, Tom Holland Peter Parker roliga qaytadi. Va yana filmda Zendaya, Jacob Batalon, John Brentel, Mark Ruffalo va Sadie Sinkni ham ko'ramiz. Eslatib o'taman, O'rgimchak odamning navbatdagi sarguzashtlarini 31-iyuldan boshlab kinoteatrlarda tomosha qilishingiz mumkin. Bizda Superman va DC muxlislari uchun ham yaxshi xabar bor. DC Studios rahbari va rejissyor James Gunn ijtimoiy tarmoqlarda ertangi kun odami filmidan ilk rasmiy kadrni ulashdi. Kadrda Nicholas Hoult ijrosidagi Lex Luthor ulkan yashil jangovar zirhtaligi tasvirlangan. Bu kostyum o'zini dubulg'asi, yirik yelka himoyalari va yorqin chiroqlari bilan jihozlangan bo'lib, komiksdagi ko'rinishi bilan deyarli bir xil. DC komikslarda Lex Luthorning jangovar zirhi Superman bilan tenglashib jang qilish uchun yaratilgan va eng kuchli texnologik qurollardan biri hisoblanadi. U foydalanuvchiga g'ayrioddiy kuch, uchish qobiliyati, himoya qalqonlari va boshqa ko'plab imkoniyatlarni beradi. Film hozirda Atlanta shahrida suratga olinyapti. Hikoyada Superman o'zini azaliy raqibi Lex Luthor bilan majburan ittifoq tuzib, undan ham xavfliroq dushman Brainiacga qarshi kurashadi. Bu qahramonni Lars Eidinger gavdalantiradi. Superman ertangi kun odami filmining premyerasi 2027-yil 9-iyul sanasida kinoteatrlarda bo'lib o'tadi. Aytib o'tganimdek, kino yangiliklar loyihasini davom etishini xohlasangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha